Bugungi obzorimizda Shinreta 32 bo'ladi. Zavod gaz va hamda zavod benzinlisi. Nima uchun aynan Shinreta 32 deganlar uchun? Aynan shu oyning oxirigacha olgan mijozlarimiz uchun Shinreta 32 ning zavod gaziga 3 million so'm chegirma e'lon qilganmiz. Shoshilib qolamiz. Oy tugashiga ham hafta qolyapti. Mashinaning qisqacha ma'lumot: Shinreta 32 zavod gazi benzinlisi. Zavod gazisi 90 ta metan gaz olimi jihozlangan bo'ladi. Zavod ichki bo'ladi. Tabullarda ko'rsatib turadi gazlar tugashlari. Mashina narxi 1.5 atmosfer motor, 115 ta ot kuchi, elektron rul, sepli motor bo'ladi. E'tibor qaratamiz shu tarafiga. Mashinamiz hamma qulayliklari bor, ABS o'rnimizlari bor. Mashinamizning orqa tarafi uzunligiga keladigan bo'lsak 260 ga 172 bo'ladi. Mashinaning nima qulayliklari bor? Ichini tomosha kerak. Avtosalon tomonidan nima bo'lsa qilib beriladi. Orqa tonirovkasini urib beramiz. Shinreta avtosalon. Uxti, yuz registratsiya qo'shib berishardi, qani? Mana yana bitta bonus sizlar uchun albatta elektron nasoslarni qo'shib beradigan bo'ldik mana. Xohlasangiz video registrator olasiz, xohlasangiz elektron nasos olasiz. Xuddi shunaqa model kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan Shinreta kanal yoki Murtojoyda kanal obuna bo'lib qo'ysangiz, bonuslari bilan chiroq ishlatib bitta joyda bitirib beramiz. Hammaga rahmat. Videoni tugatib bilasizlar o'zlaringiz.